Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Mani ismim Shohjahon. Men hozirda 16 yoshim. Zangiotada 9-sinfda yaqin bitirdim. Молодец. 9-sinf bitirdingiz va 16 yoshda tradingni boshladingiz yoki avvalroq boshlaganmisiz tradingni? 15-14 yoshimda boshlaganman. Endi chuqurroq o'rganish uchun mana shu yerga kelib o'rganishni boshladim. Zo'r. Oldin qayerlardadir o'qiganmisiz kurslarda? Yo'q, o'zim mustaqil o'rganganman. YouTubedan o'zim izlanganman. YouTubedan asosan ingliz treyderlarni ko'rardim. Ko'proq ma'lumot bo'lgani uchun o'zbeklardan ko'ra. Zo'r. Xo'p, nimaga mustaqil trade qila olmadim deb o'ylaysiz? Masalan, to'liq darajada o'zingiz ko'nglingiz to'lmagani, to'g'rimi? Inson ko'ngli to'lmasa, o'shani mustahkamlash uchun tanlamaydi akademiya, to'g'rimi? Nima sabab bo'lgan? Ya'ni o'zingiz ko'nglingiz to'lmaganiga nima sabab bo'lgan deb o'ylaysiz? YouTube'dagi bilimlarni olgansiz, o'zingizdan ko'nglingiz to'lmaganiga nima sabab bo'lgan deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda birinchi sabab disiplina bo'lganda. Mana o'zim mustaqil o'rganayotganda baribir dangasalik bo'ladi. Bu yerda akademiyada yoki qanaqadir o'quv sentrlarda, markazlarda qattiq turishadi. Har doim disiplina bo'ladi. Men misol uchun uyga vazifa berishsa, qanaqadir topshiriq berishsa, o'shani qilishga motivatsiya bo'ladi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, YouTube'da to'g'ri ma'lumot juda ham ko'p, lekin amaliyot yo'q, tajriba yo'q. Bu yerda hamma narsani tajriba qilib o'rgansam ham bo'ladi, savollarimni bersam ham bo'ladi. Mana shu uchun. Zo'r, to'g'ri. Xo'p, yana bitta savol bermoqchiman. Masalan, Zangiotalik, ya'ni Toshkentlik ekansiz. Toshkentda akademiyalar kam emas. Tradingni o'rgatadigan aynan. Nima sabab bo'lgan? Aynan siz o'sha akademiyalar ichidan triplarni tanlagansiz. Nima sabab bo'ldi? Aynan. Birinchi sababi Abdurahmon aka bo'lgan. Uni anchadan beri kuzataman, taniyman, ham zemlyakmiz. Buxoroliksiz deb. Shunaqa. Keyin dadam ham kuzatadilar. Maslahat bergandilar. Ko'rdim, izlandim. Ma'lumotlarni oldim. Ham 6 oyligi men qiziqtirib qo'ydi. Boshqa kurslar 2 oy yoki uzoq borsa 4 oyda. Lekin faqat nazariy ma'lumot berishadi, lekin amaliy tomondan o'qitishmaydi. Mana shu tomondan ular uchun minus. Men bu triplarda kelganim bu sabab bo'ladi. Amaliyot borligi. Dastur sizga ma'qul keldi demak. Shunaqa. Bizni qanchadan beri kuzatasiz? Masalan, kuzatib borganmisiz oldin ham? Imенно triple R emas, Abdurahmon akani kuzatardim. Menimcha 1 yil bo'lib qoldi. Abdurahmon akani 1 yildan beri kuzatasiz. Masalan, hozir o'qiyapsiz, o'qishga keldingiz. Ustozlar bilim berishyapti. Ustozlarning bilim darajasi sizni qanoatlantiryaptimi? Eng ma'qul bo'lgan 3 ta narsani ayting. Triple R akademiyasiga keldingiz, darslarni boshladingiz, o'qishni boshlagansiz. Eng ma'qul bo'lgan 3 ta narsa. To'g'ri, birinchi o'rinda bilgan narsamni o'rgatishdi boshida, lekin kutmagandim, chuqurroq o'rgatishdi. Hali bilmagan narsalarim bor ekan, bilgan narsalarim ichida. Bu birinchi sabab bo'ldi. Ikkinchi sabab, o'qituvchilar hammani savol-javob qilishadi. Misol uchun doskaga chiqarib savol berishadi. Hamma aktiv bo'ladi bunda. Bu ikkinchi sabab. Uchinchi sabab bo'lsa atmosfera. Triple R atmosferasi boshqa kurslarga qaraganda ancha yaxshiroq. Rahmat. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Triple R akademiyasiga xush kelibsiz. Xudo xolisa, yo'limiz bir, maqsadimiz bir, natijalar bilan yana mana shu bizni kuzatib turganlar oldiga chiqamiz, xudo xolisa. Xush kelibsiz.